qilmay yurib, buzg'unchilik, artistlar shayton yo'liga kirib, odamlarni yo'ldan urib, foizxo'rlik qilib, ilm bermasidan shu dunyoga bog'lanib qolib, dunyoni chiroyli qilaman, ishonmayman deydiganlar, ilm tarqatmay, moli dunyo, tilloy oltin, qasr, chiroyli uyni aqli bilan o'ziga qurib, o'g'irlik, buzg'unchilik qilib, xalqga yordam bermay, ish bermay, o'ziga istirohat qilib, zo'r qilyapman, men aqlliman deb shayton yo'liga kirib ketganlarga, odamlarga ilm bermay, artistlarni oshirib, yolg'on qo'shiq she'rlar haqida o'qiydigan haqida malika so'rabdi. Do'zax nechta turur? Har qaysi oti nimadir? Nimadan ofaritini yaratgan? Nechuk toifalar do'zaxga ketur? Nechuk azobda qolur? Azobda bo'lur. Donishmand aytdi, jami farishtalar do'zax haybatidan titraydi. Xudoyim Taolo g'azabidan qo'rqib faryod qiladi, zori qiladi, tavba-yu istig'forlar aytadi. Odam farzandi bu dunyoda qiyomat voqeasini g'ofildir, nodonlar o'qiydi-yu tushunmaydi. Qaytib tirilishga ishonmayapti. Hamisha g'aflat birla ishga mashg'ul bo'lib, shu dunyoda chiroyli uylar quray, chiroyli koshona quray deydi-yu, umrini bekor o'tkazadi. Pullari, moli dunyo, oltinlarni to'dalaydi. Ularga Alloh Qur'onni chiqarib qo'ysam, ular o'rgatmay shayton yo'liga kirib ketadiganlar haqida aytib beradi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Hazrati Jabroilda dedilar: "Ey birodar, 7 do'zax voqeasini menga bayon qilib bergin" dedilar. Hazrati Jabroil alayhi vasallam: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, avvalgi do'zax Haviyin, Haviya derlar. Haviya haqida aytamiz. Haviya degani, mana hozir olib bitirgan havo olyapsan, otini ham havo, mama havo oti bilan qo'yib, shu do'zaxga Haviya derkan. O'tdan yaratilgandir, ya'ni olovdan 1000 yil qizib turar ekan. 1000 yil. Bu do'zaxning kattaligi 5000 yil. 5000 yillik ekan. 1000 vodiysi bor. O'tdan, olov, jahannam vodiylarning 1000 sandig'i, har sandig'ida 1000 turli azob bor. Agar bu do'zaxga ignadek ko'zi, o'sha do'zaxning ignadek ko'zi shu bizni dunyomizga ozgina ochilsa agar deydi, Jabroil aytib beryapti. Teshigi ochilsa, mag'ribdan mashriqqacha yer sayyorasi qo'ymay yoqib tashlar ekan. Hech narsa qolmas ekan. Kattagina joy ochilsa, shunchalik dahshat, unga bardoshi odamni yetmas ekanda. Lekin qiyomatda o'lmaysan deb qaror chiqaradigan o'lmaykan inson. Mana shu qilgan gunohlari uchun, shayton yo'liga kirgani uchun bu do'zaxga azobini tortar ekan. Bu do'zaxda insonlarning agar ko'zi tushsa, tinmay zorlanadi. Haviya do'zax shunday toifa joyidirki, namoz, ro'za, ismaga shariat, qonun, qoidalarni bajo keltirmaganlar joyidir. Ya'ni namoz, ro'za haqida gapirib, uni yuksaltirib, bolalarga o'rgatmay, ularga ilm dargohini ochmay turgan rahbarlar joyi Haviya do'zax ekan. Alloh aytgan, havo oldingya derkan. Endi Haviya do'zaxga tushib kelgan. Sen havo bir xatosi uchun men senlarni sinadim, rahbar bo'lding, o'zlaring qaror chiqarding. O'zlaring moli dunyo to'dalab, namoz, ibodatlar haqida gapirmading, meni tanitmading. Haviya. So'rarkanlar, ulamolar jannatga kiradigan hamma kirar ekan, shunda so'rarkanlar, bir rahbar bordi. Saxovatli rahbar edi, yururdi. Eng katta rahbar edi, yaxshi amal qilardi.
Xo'sh, qani shu derkan? Shunda aytarkan, Vahabiyga ketdi. Nimaga? Chunki u Allohni tanitmadi. Namoz ibodatlarni o'rgatmadi. Sajdalarga buyurmadi. Maktab dargohiga ilm ochmadi. O'qimadi. Allohni ulug'lamadi. U meni maqtasalar deb saxovat ish qildi degan ekan. Agar u Allohning ilmini o'rgatib, menga Alloh buyurdi, meni saxovat ish qilyapman, birodar, men senga oylik beraman, namoz ibodatlar qilib, meni haqqimga duo qil, yaxshi amallar qil, jahannamga yonmagay, 5 oy namoz o'qi, oyligingni ham beraman, kerak bo'lsa seni ish bilan ta'minlab, oilangga qarayman, maktablar ochib, dargohlar ochib o'rgatgan bo'lsa edi, hozir jannatga kirardi degan ekan. Tasavvur qilyapsanmi? U qo'shiqlar o'qidi, o'zini aqlli sanab, bir kishiga o'zining kompaniyalariga pul berib uni maqtashlarini xohladi, uni buyuk bo'lishni xohladi. Boshqa insonlarga qaramay o'zining shahri, o'zining joylarini chiroyli qilib katta mablag'lar urib maqtandi. Rahbar edi. U Haviyaga ketdi derkanlar. Podshohdan tortib bari insonlar Haviya do'zaxga tushar ekan. Haviyaning ma'nosi havo olguvchi, dunyodagi, bu dunyoda rahbar bo'lib Allohni tanimaydigan, Allohni tanitmay buzg'ich artistlar, rahbarlar, shallaqi fohishalar oshib ketishi sifatida qaraladi. Shallaqi fohishalarni oshib ketishi Haviya deydi, Haviya deydi. Shunda hatto so'rashar ekan, muftisi bordi, boshqasi bordi, podshoni oldida o'tirganlar bordi. Ular nima uchun jannatga kirmadi derkan. Shunda aytarkanlar, ular o'sha dunyoning faunini sevdi, oxiratni unutdi, bola chaqasiga o'zining koshonalar qurdi, moli dunyo, Qur'on o'qib o'zlariga puli, moli dunyo to'daladi, odamlarni da'vat qilib maktabga ilm bermadi, oddiygina Muhammad yo'lini tanlamadi va foniyga yuragini bog'lab qo'yib Haviyaga ketdi derkan. Haviya alanga ekan. Mana shu holatda ko'rishing mumkinki, tasavvur qil, hozir sen qilayotgan ishlaring hammasi seni qaror qonuning, uchun javob berasan. Qur'onda aytayapti, meni tanit, ilm dargohini och, sen rahbar bo'ldingmi, maktablaringga meni tanit. Axir meniki emas deyapti. Seniki emas deyapti. Har biring kelasan, go'ri lahad azobini tortasan. Haviyaga tushishni xohlaysanmi derkan. Haviyada qolishni xohlayapsanmi derkan. Mana o'sha Allohumma salli ala sayyidi Muhammad yadaddama fil millah salama salavatan davati bidavamil kullah. Mana va Javrav hadishani maqtab kelyapman. U biroz bo'lsa ham odamlarga da'vat qildi. Ozgina bo'lsa ham hozir odamlar, lekin hozir hammaning moli dunyo, jahannam olovi, Haviya olovini sotib olyapsan. Kulib o'ynab xursand bo'lib. Musulmon bayrami bor. Mavlud bayramlari bor, kalima bayramlari bor. Kalima bayramlarini o'tkazganmisanlar? Mavlud bayramlarini xalqingga, maktab bolalariga o'tkazadingmisanlar? Mavlud bayramini o'sha imomlaring, hajumralarga borib keladiganlaring, maktablarga borib amr ma'ruf qilib Mavlud bayrami qildimi? Kalima bayrami qildimi? Salovat bayrami qildimi bolalarga? Xursand bo'lib ularni ko'rib, bolalarimiz mana shuni o'qiyapti, 1 soat ularga dars berib festival tuzdingmi? Kalima bayramini festivalini tuzdingmi? Salovat bayramini festivalini tuzdingmi? Qur'on bayramini festivalini tuzdingmi? Hadislar bayramini festivalini tuzdingmi? Sog'a salom berib, ularga Alloh yo'llarini quchib, shuncha hadis bilan ekan deb, shuncha salovat bilan ekan deb sog'a salom berdingmi? Haviyaga tushmaysan. Aytmadingmi? Rahbarsan hozir, buyuksan, ha? O'tiribsan bitta o'ychada. Haviyani sotib olaver. Qolganini keyin aytib beramiz.